Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir zamonlar bir cho'pon bo'lgan ekan. U har kuni erta tongdan qo'ylarini dalaga olib chiqar ekan. Uning qo'ylari o'tlab yurgan vaqtda u juda ham zerikar ekan. Shu vaqtda birorta bir foydali ish bilan mashg'ul bo'lish o'rniga doim xayol surib o'tirish bilan ovora bo'lar ekan. Ana shunday kunlarning birida cho'pon yana dalaga qo'ylari bilan chiqdi. Qo'ylari o'tlab yurgan vaqtda cho'pon zerikishni boshladi. Shunda bekorchilikdan uning xayoliga bir fikr kelibdi-da, o'zining bu fikri unga ma'qul kelibdi. Hozir odamlar, yordam beringlar, qo'ylarimga bo'ri hujum qilyapti, deb odamlarni chaqiraman-da, ular yordamga yugurib kelib, bo'rini qidirishadi. Men esa ularning ishonuvchanliklari uchun ustilaridan rosa kulaman, deb o'yladi. Odamlar, yordam beringlar, bo'ri qo'ylarimga hujum qilyapti, deya bor ovozi bilan baqira boshladi. Buni eshitgan odamlar cho'ponga yordam berish uchun yugurib kelishibdi. Odamlar kelib qarashsaki, bo'ri yo'q. Cho'ponning qo'ylari esa tinchlikda o'tlab yurishibdi. Cho'ponning o'zi bo'lsa xandon otib kulayotganmish. Odamlardan biri: "Nega bizni aldading? Ey cho'pon, yolg'on gapirib shuncha odamni ovora qilishga uyalmadingmi?" debdi. Cho'pon bo'lsa qilgan ishidan uyalmay, "Shunchalik ham laqma bo'lasizlarmi? Axir men hazillashdim-ku", deb kulibdi. Odamlar bundan xafa bo'lib, ortlariga qaytib ketishibdi. Shu voqeadan so'ng 2 kun o'tib, rostdan ham cho'ponning qo'ylariga bo'rilar hujum qila boshladi. Cho'pon odamlarni yordamga chaqiribdi. Ammo bu safar odamlar: "Cho'pon yana bizni kalaka qilmoqchi. Hozir borsak yana laqmasizlar deb ustimizdan kuladi", deb o'ylab yordamga borishmabdi. Cho'ponning hamma qo'ylari bo'rilarga yem bo'libdi. Qilgan xatosini tushunib yetgan cho'pon qilmishidan juda afsuslanibdi va odamlardan kechirim so'rabdi. "Bolajonlar, bu ertakdan sizlar ham xulosa chiqargan bo'lsangiz kerak-a? Yolg'on gapirish va odamlarning ustidan kulish eng yomon odatdir.